Assalomu alaykum hammaga. Bugun 3-dekabr 2025-yil Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi shved fermamizga keldik. Bu yerda yangi tug'ilgandan to 6 oylik, 7 oylikgacha xunojinlar bor. Novoslari ham bor ichida. Naslga ularda asli onalari Germaniyadan keltirilgan. Fermada hozir 500 boshga yaqin mol bor. Mana shu yerdan kelib naslli buqami, xunojinlardanmi bemalol tanlab olish mumkin. 30-40 bosh sotiladigani bor, ya'ni ham kelishtirib chiroyli qilib beradi narxlarini. Mana buzoqchalarimiz holati zo'r, sog'lom shvedlar. Bir haftaliklardan boshlab sotiladi. Fakirlarda içiler sütler 38 gradusda verirler. Buna buzoqchalar 15 günlük bir haftalık buzoqchalar. Bari toza qonli shvedlar. Bu yoqda sal kattaroqlari bor. Novoscha xunojinlari bor. Xullas bu buzoqlardan bir haftalikdan 7 oylikgacha bor. Irg'ochi erkak aralash. Nomerlarni qo'yamiz. Kelib savdolashib boshida ko'rib bemalol olsa bo'ladi. Toza shvedlar.